Mashinamiz tayyor bo'ldi. Opel mashinamiz. Pоворotini yoqing, aka chapga. O'ng tarafga yoqasiz. Signalni chaling. Suv sepaganlarni ishlating, dvorniklarni suv sepadiganlarni, torting suv sepadigan. Mana suv sepaganlarga ishlayapti. Tirgovga borsa bo'ldi. Dvornikni ham yoqing. Dvornikni pastga tushiring, ha. Dvorniklariga ishlayapti. Mashinamizda ko'rishinglar mumkin, bunaqa havo kiraganlargacha bor ekan. Yopib qo'yamiz mana. Holatini ko'rishinglar mumkin. Mashinamizni zavat qilib berdik. Salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Magnitofonlarigacha ustunovka qilingan, signalizatsiyalarga ishlayapti, mejigar pulti. Oynalar stikla podyomga qo'yilgan. Tormozni bosib oling, power chapga o'ngga. Orqa galigini yoqing, zadniy, orqa zadniy ko'ring. Mana zadniylariga ishlayapti. Mashinamiz polni full variantda ishlaydi. Mana nomer asoshinalarigacha yo'q. Bu mashinamiz 1938-yil chiqqan. Mana ko'rishinglar mumkin, mana salonlarini. Rampga qo'yib berib, 4 ta oyna stikla podyomniklari ko'rsatib turadi. Salonlarni bitta ko'rsatib o'tamiz holatini. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasiga akkuratni, sifatli qilib elektr montajini polni full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.